развития пуповина. Bo'yinga kindikka o'ralishi. Kindikka o'ralishi qanchalik xavfli? Birinchisi, kichkina sroklarda bo'yinga o'ralib qolishi 3-4 marta, 2 marta o'ralishi xavfli emas. Qachonki kindik o'ralishi biz uchun xavfli hisoblanadi tug'ruq vaqtida. Ya'ni tug'ruq vaqtida bo'yinga o'ralgan bo'lsa, kindik uzunligi kaltalashadi. Shuni hisobiga bo'yinga o'ralish xavfli bo'ladi. Agar siz bolangiz kindigi bo'yniga o'ralib qolishiga sizda qo'rqish bo'lsa, siz unda tug'ruqdan oldingi, ya'ni 37, 38, 39, 40 haftalarda o'zi tekshiruvdan o'tib, tekshiruvdan o'tib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham 100% emas, bola hattoki tug'ilish prosesida ham bo'yniga o'ralib qolishi mumkin. Bolani bo'yniga o'ralib qolsa, ko'pchilik o'ylashadi, bolam bo'g'ilib qoladi, havo yetmay qoladi. Bu noto'g'ri fikr. Bola bo'yniga o'ralgani bilan og'zi bilan nafas olmaydi, ovqat yemaydi. O'sha uchun bu ahamiyatga ega emas. Bo'yinga o'ralish xavfli emas. Bola faqat kindik orqali oziqlanadi. Yana qanaqa mavzular qiziq bo'lsa, kommentariyda qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha javob beraman.